Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan kelgan akamiz Labolarga bugun 27-mart 2026-yil sanasidan video qilyapmiz. Mana atroflariga polniy tunuka qilib shumkalar bilan urab berdik. Mana bu joylarni ko'rishingiz mumkin. Bu narsalar silliq tegadigan bo'lsa, bukilib ketmasligi uchun konteyner pollar qo'yganmiz. Beneplex shumkalarigacha, yonlarigacha bukib chiqilgan, ichiga hashay tushmaydi. Taylari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytadi. Keskanda, ochganda qo'lni kesmasligi uchun qilinadi bu narsa. Bizda yana alohida poliga rezinkalari bor. Mana bu joylariga duvgalari bor. Tagiga orqaga mana bunaqa gaz ballonni bu narsa mashinalarni tisargandan yetolmasligi uchun o'sha chiqib turadi. Duvgalari bor. Alohida sondiq, bagajlari ham bor. Uloqsiz listlari ham bo'ladi. Xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu raqamlarga telefon qilaverasizlar, mana shu ekrandagi raqamlarga. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnatib qotirib beramiz. Zagotovkalar bor. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yinglar. Do'stlarga, yaqinlarga ushbu videoni jo'natishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat.